to'shakkacha kirib borib, jam bir yechintirishga harakat qilib, videoga olib buni tarmoqlarga tarqatdi. Bu xodimlar bitta ayolni yechintirmabdi. Butun bir davlatni, xalqqa, millatni yechintiribdi. Porno blogerlik faoliyat bilan shug'ullanishmoqchi bo'lgan xodimlar qayerdan kelib qolyapti? Pasportiga erkak deb yozilgan xodimlar bilan bir safda men ham erkak bo'lib turganligimdan shu daqiqalarda juda uyalish darajasiga yetdi. So'rovimga vazir javob berish kerak, lekin vazir javob bermaganda o'rniga ularning o'rinbosari bo'lib ishlagan Aziz Ikramov javob berganlar. Yana qanaqadir shariatchilarning orqasiga yashirinish, bu qanday tushunish kerak buni? Kimdir to'xta, bo'ldi deb aytish kerak emasmi axir? Assalomu alaykum. Men bugun ichki ishlar tizimida mehnat qilayotgan qancha ayol xodim bo'lsa, hammasini oldida ta'zim qilmoqchiman. Ularga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kimlardir yodida bo'ladigan bo'lsa, bundan bir necha yil oldin Samarqandda ichki ishlar binosida bir ayol qanaqadir noqonuniy harakatda gumonlanganligi sababli olib kelinib, ichki ishlar xodimlari tomonidan qip-yalang'och qilib yechintirilib, videoga olib tarmoqlarga tarqatilgan. O'shanda jamoatchilik bunga keskin e'tiroz qilgan, fikrlarini aytgan. Shunda men bu harakatlarni ko'rib, bu xodimlar bitta ayolni yechintirmabdi. Butun bir davlatni, xalqqa, millatni yechintiribdi degan fikrimni aytganman. Undan keyin ko'rdik, mana Toshkent viloyatini O'rta Chirchiq tumanidan deputat bo'lgan o'sha hokimlar bilan, qanaqadir mas'ul rahbarlar bilan xalqning haqqini himoya qilib kurashib yurgan bir ayol dam olishda bo'lganda, demak, xodimlar tomonidan borib to'shagigacha kirib videoga olinib, keyin bu jarayon internetga tarqatilgan. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida maktab direktori bo'lib ishlagan Gulirona ismli bir ayol bilan bog'liq holatda ham xodimlar telefonlarini yoqib borib o'sha to'shakkacha kirib borib, uni videoga olib, kamiga ayolni juda ham bir yechintirishga harakat qilib, videoga olib buni tarmoqlarga tarqatdi. Ichki ishlar organlari tizimidagi ayollarimizga ta'zimlaman dedi. Nimaga? Bilasizmi? Mana shunday ayollarni yechintirish, qo'pol aytganda, porno blogerlik faoliyati bilan shug'ullanishda ayollar bu ishga birortasi qo'l urmadi. Buni qo'sh tirnoq ichidagi erkak xodimlar qilgan. Tushunmaysan, qanaqadir psixologik travma bormi ularda yoki bir boshqacha genlar bormi? Negadir aynan ayollarni yechintirish, ularni videoga olish va tarmoqqa tarqatishga nisbatan juda o'chlik yuqori. Va bu o'z-o'zidan ko'pchilik erkaklar qatori meni ham g'ashimga tegadi va men ochig'i ana o'sha ayrim pasportiga erkak deb yozilgan xodimlar bilan bir safda men ham erkak bo'lib turganligimdan shu daqiqalarda juda uyalish darajasiga yetdi. Axir yelkadagi pagon, bu forma, bu darajalarda o'zini mehnati, harakati haqiqiy jinoyatchilarga qarshi kurashib, terroristlarga qarshi kurashib, qanaqadir islomistlar bir narsalarga qarshi kurashib, shariat davlat quraman degan bo'lar emas harakatlar qilib yurgan, davlatga xavfli bo'lgan odamlar bilan, real xavfli bo'lgan odamlar bilan kurashib natijaga erishgan, shu pagonlarda olgan minglab erkak haqiqiy xodimlar bor. Ana o'shalarning safida bunaqalarni ham yurganligi albatta har bitta erkakda or nomusiga tegadi. Farg'onadagi bo'lgan voqeada o'zi bosh maqsad nima edi degan savol meni hech boshimdan ketmayapti. Ya'ni mayli, u o'sha ayolni qanaqadir axloqsiz ishda ayblamoqchidir yo isbotlamoqchi bo'lgandir, lekin butun bir ichki ishlar xodimlariga bu nima uchun kerak edi? Tushunyapsizlarmi? Nimani isbotlamoqchi bo'ldinglar? Xo'p, shuni bu qurg'ur telefonni videoga olishdan foydalanyapti, borib olyapsizlar. Xo'p, nimani isbotlamoqchi va nimaga erishmoqchi edinglar? Buni davlatga, xavfsizligi, fuqarolar haq-huquqlarini himoya qilish, ya'ni o'zingizni yelkangizga olgan o'sha qasam ichgan majburiyatlar bajarishda buni qanaqa ahamiyati bor edi o'zi? Videoda bir-ikki oz qidiruvdagi odam emasmi deb yasama gaplarni aytish bilan bu vaziyat o'zgarib qolarmidi? Nima bo'lgan o'zi bu? Yoki nima bo'lyapti bu ichki ishlar tizimida bunaqa qo'pol aytganda porno blogerlik
faoliyat bilan shug'ullanishmoqchi bo'lgan xodimlar qayerdan kelib qolyapti bular? Nega bunaqa narsalarga toqat qilib kelinyapti? Hurmatli Ichki ishlar vaziri Aziz Anvarov, siz mard inson edingiz, to'g'rimi? Yangiyo'lda bir vaqtlar fermer o'lib qolganda mardligingizni ko'rganmiz, o'sha zalda biz ham bo'lganmiz. Yangiyo'l xalqi, boshqalar sizni unutmagan. O'sha harakatlar misolida yaxshi eslab qoling. Siz mard insonsiz, to'g'rimi? Siz bundan keyin iloji bo'lsa shu ichki ishlar tizimiga xodim olishda, ularning safini kengaytirishda ko'proq ayol xodimlarni olishingiz ma'qulroq ekan. Ular ko'proq erkakroq bo'lib o'zini tutyapti. Nimaga? Birorta birovda tan jarohati yetkazibdi, kimgadir zo'rlik qildi, qiynoq qildi, kimnidir yechintirib videoga olib internetga tarqatibdi degan birorta shu ishlarda ayol xodimlar yo'q. Ya'ni ayol xodimlar tizimdagi bunaqa ish qilmayapti. Menimcha ular or nomus yo'l qo'ymasa kerak. Qo'y bunaqa pastga ishni deysa kerak. Mana shu o'zi erkaklardan ham ko'ra erkakliroq ishda o'zi. Bugun shunda biz qo'pol aytganda ma'no maqsadi noma'lum bo'lgan holda borib birovlarni to'shagini poylab, ayniqsa ayollarni to'shagini poylab borib uni olib keyin internetga tarqatish bilan shug'ullanadigan shunaqa xodimlarni biz kim deb qabul qilaylik hozir? Tushunarsizda. Hammasi erkaklar shu ishni qilyapti. Yana 10 kishimi, 9 kishimi turib olib, mana Farg'onada ham shu ishni qildi. Xo'p, uni aybdor deb ham topaylik. Xo'p, ana hali nima emas, u axloq tomonlari boshqani o'ylaydigan. Nima shunda hozir bizni huquq himoya qiluvchilar nima? Dunyoviy davlat qolib ketib, diniy davlat qurmoqchi. Uni zinokor ekan, boshqa har xil yana blogerlardan foydalanib, har xil diniy bunga tus berib, olib chiqib, shunda nima? Shariat diniy davlat qurmoqchimi bular? Bu harakat na qonunga to'g'ri keladi, na boshqaga. Tushunarsiz. Nima maqsad edi shunda? O'rta chirchiqlik o'sha deputat ayolni to'shagigacha kirib borib, shuni ham internetga tarqatgan vaqtida men to'xtang, bu qaysi qonun ramkasiga to'g'ri keladi o'zi? Bu qonunni bir qolibiga ham tushmayapti-ku, bu nima o'zi deb hurmatli o'sha vaqtdagi Ichki ishlar vaziriga men so'rov yuborgandim, o'sha payt deputatga. So'rovimga vazir javob berish kerak, lekin vazir javob bermaganda o'rniga ularning o'rinbosari bo'lib ishlagan Aziz Ikramov javob berganlar. Go'yoki haqiqatdan shu xodimlar operativ tadbirda, u operativ qanaqadir tadbirmish, nimaga qaratilgan men bilmadim. To'shak poylash tadbirimi? O'shanda xodimlar videoga olgan, endi qandaydir sabablar bilan internetga chiqib ketibdi deydi. Aybdorlar nima bo'ldi? Shuni chiqargan, qo'pol aytganda ana porno blogerlar desa, ularni ma'naviyat soatida bir urush quloqdan tortib qo'ydik degan mazmunda javob berilgan. Mana ahvol. Albatta, bunaqa xodimlar jazolanmagandan keyin, shaxsiy hayot daxlsizligi degan qonundagi normaga rioya qilmagandan keyin, na bir insongarchilik, na bir axloq normalariga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilgandan keyin va buning uchun jazolanmasdan kelgandan keyin bunaqa ishlar avj olaveradi. Bunaqa mayib majruhlar tizim safida ko'payib boraveradi va tizim safida ko'paygani sari normal ishlab yurgan, pasportida ham erkak, harakatida ham erkak bo'lib yurgan xodimlarni sha'niga dog' tushiradi. Chunki ichki ishlar tizimida haqiqiy erkak xodimlar ko'p tiqilib yotibdi ular. Ana ularni ham sha'niga to'g'ri kelmaydigan ish bo'ladi. Mana shu jazosizlik, e'tiborsizlikning natijasida odamlarda tasavvur paydo bo'ladi. Bular to'shak poylashdan boshqa ishi yo'qmi degan. Shunga oylik olyaptimi? Shunga soliq to'lovchilar hisobidan yashayaptimi bular degan savol bo'ladi. Shu Farg'onadagi voqeada ham, Samarqanddagi ayolni yechintirish voqeasida ham, mana shu O'rta Chirchiqdagi deputatimiz sobiq deputat ayol bilan bog'liq bo'lgan voqeada hamma erkaklar bo'lgan-ku, hammasi. Birorta ayol xodim bo'lmagan. Men o'shalarni otalariga to'g'risi achinaman-da. Bir vaqtlar o'sha erkak xodimlarni ham, qo'shtirnochidagi erkak xodimlarni ham dunyoga kelganda otalari o'g'illik bo'ldim, erkak dunyoga keldi, xursand bo'lgan bo'lsa kerak. Erkaklar qiladigan ish bilan shug'ullanish kerak. Yo nima? Real jinoyatchilikka qarshi kurash, real jinoyatlarni oldini olishda nima muammolar qolmadimi? Ana shu kecha kunduzda ham bu telefon qurg'urida minglab odamlardan hisob raqamida plastikdan pul o'g'irlanyapti. Ana kiber jinoyatchilar deydimi, mashinniklar deydimi, o'g'irlayapti. Odamlar dod deb yuribdi. Qadamingizda firibgarlar yuribdi. Dod deyapti odam.
qaysi ishga borishini bilmay dardini aytib yuradi. Internetga chiqadi, boshqa qiladi. Ana shu qurg'ur telefonni ana shu jinoyatchilar topishga ishlatsa bo'lmaydimi? Yo o'ziga целый armiya yig'ayotgan anaqalar bor, shaxslar bor. Qo'yib bersa, O'zbekistonni qanaqadir diniy davlat qilmoqchi bo'lgan, amaldagi davlat qonunlarini chetga surib qo'yib, qanaqadir shariat o'zi o'ylab topayotgan diniy nuqtai nazardan xohlagan odamini qatl qilishni deydi, xohlagan odamni fohisha unaqa bunaqaga chiqarib tashlab, boshqacha davlat qurmoqchi millionlab armiya shakllantirayotgan odamlar bor. Ertaga qo'yib bersa ular o'sha radikal shunaqa o'zlari o'ylab topgan shunaqa davlat qurmoqchi. Millionlab armiya shakllantiryapti. Mana real ichki ishlar o'zi aslida shug'ullanadigan xavf, real davlat xavfsizligi bilan bog'liq masalalar. Shular bilan shug'ullanish mumkin emas. Yetarli-ku shug'ullanadigan ishlar. Real masala. Na boshlanishida mantiq bor, na yakunida mantiq bor. Ya'ni bu yerda o'sha tasvirlarda ko'rinayotgan ayollarning axloq boshqa masalasi uzr-ku, o'sha o'zlari javob beradigan masala. Mana muhokama qiladigan joylari bordir. Otinoyisi bormi, boshqami? Uzr-ku, endi pagonli odamlar endi otinoylik bilan shug'ullanmasa kerak. Bu nima degan gap? Buni aybi boshqa masalasigacha biz o'tmayapmiz hali. Shunchaki meni o'ylantirayotgan narsa telefonni yoqib, borib ayollarni to'shagini poylab va uni olib internetga qo'yib porno blogerlik faoliyati bilan shug'ullanishdan ma'no maqsad bormi? Bu pul olib keladimi yo nima o'zi bu? Yana qanaqadir shariatchilarning orqasiga yashirinish bu qanday tushunish kerak buni? Ichki ishlar tizimida uya bir erkaklar ko'p-ku, normal shu kimdir to'xta bo'ldi deb aytish kerak emasmi axir? Qayerga ketyapti? Hayronman. Uyatmaysizmi bu ikiyuzlamachilik-ku? Ichki ishlar tizimi qonuniylikni ta'minlash uchun ishlash kerak-ku. Nimaga diniy tus berilyapti bu narsalarga? Yo, tushunmadim. Bu xodimlar ichida diniy davlat qurmoqchi bo'layotganlar bormi? Balki hurmatli vazir shunga e'tibor qaratish kerak edi. Mana shu sababdan men bugun ichki ishlar tizimida ham, umuman huquq muhofaza qilish tizimida mehnat qilayotgan ayollarimizga o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizlar erkak xodimlardan ko'ra erkakroq bo'lib chiqdinglar. Shunaqa ishlarga qo'l urmayotgan videolar orqali sizlar namuna bo'lib beryapsizlar. Sizlarga rahmat. Ana shu sababdan hurmatli ichki ishlar vazirimiz tizimda ko'proq ayol xodimlarni ko'paytirish kerak. Va kelajakda shu sohalarda ayollar vazir bo'lsa ham, bu ancha tizimi pastkash ishlar bilan shug'ullanishdan olib qolar ekan degan fikr paydo bo'ladi. Shu darajaga tushib ketdi. Shu darajadagi erkaklar bor safda jamiyatda yashayotganda uyalishni boshladi. To'g'risi. Yaxshi, ular pasportidagi jinsi degan joyini o'zi o'zgartirib qo'ygan ham ma'qul unaqa. Ular otalariga achinaman. Otalariga qiyin. Ancha erkak farzand dunyoga keldi deb o'ylashgan. Ayollar qilmayotgan ish. Hatto ayollar ham buni qilmaydi, lekin shu ishni qilib yurishadi. Mana bu bahor. Bu harakat orqali keyin shariatning orqasiga unga bunga yashirish orqali qilinayotgan ikiyuzlamachilik orqali butun bir davlat sharmanda bo'lyapti. Hech kimni bunday davlatni sharmanda qilish haqqi yo'q aslida. Muammoni ko'tarish boshqa gap, lekin amaliy harakatlar bilan davlat sharmanda qilish juda yomon. Ya'ni chetdan ko'rayotganlar ham O'zbekistonni huquq muhofaza qilish tizimi faqat ayollarni yechintirib videoga olib uni internetga tarqatish bilan shug'ullanar ekan. Mana shunaqa shantajlardan iborat ekan degan tasavvur keladi. Ya'ni bu pagon, bu formani orqasida davlat tushuniladi. Mana siz davlatni qanaqa qilyapsizda ko'rsatib berasiz. Shunga shu masalalarda aralashib, boshqa qilib yurgan insonlar yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak. Men ichki ishlar tizimida haqiqiy erkaklar ko'proq bo'lishini xohlayman. 5-6 ta bunaqa insonlarni harakati, ayollar yechintirishga juda ham bir ishqiboz bo'lgan va uni olib internetga tarqatishga ishqiboz bo'lgan shaxslarni
harakati sababli butun bir tizim qoralash, butun bir tizim qora deyish noto'g'ri, tizimda haqiqiy mard insonlar ko'p. Shu umid qilamanki, qisqa vaqtda hurmatli vazirimiz qo'sh tirnoq ichidagi erkak xodimlar qancha o'zi tizimda yaxshilab tozalash qilib, o'rniga mard ayollarni olsa, yana ham yaxshiroq bo'lar edi. Qolganlarga ham shu. Erkakmisiz, erkak bo'lib qoling.